Türkmen g'oli so'raganlar uchun Chistin Türkmen Pichat Türkmen g'olining zo'ri originali geldi dükkanımıza. Bu gilamlarimizdan bemalol sizlar nasiya savdo orqali olib ketaverasizlar. Qalınlıqlar ham qalin, sifati zo'r. Bemalol yuvib siqib ishlataverarsizlar. Eng oson ya rangi o'zgarib, yomon bo'lib qoladigan gilamlardan emas. Materiallari zo'r yani. Chistin lakkabalıktin. Bir kvadratı 300 ming so'm dükkanımıza gelirse hazır pulum yo'q degan klientlarimiz uchun nasiya savdo ham beramiz. Bu g'ollarımızdan bemalol 1 oydan 12 oygacha. Eng qiziqlisi, masalan, g'olimiz 4,5 million so'm o'zini tan narxi, sotilib turgan narxi. Shuni o'zini oyina 375 ming so'mdan to'lab turib 12 oy olsanglar bo'ladi. Hech qanday foiz ustama qo'yilmaydi. Gelasizlar, xohlasizlar, ketasizlar, xudo xolasa. Yamanda dahshatlari geldi. Aksiyet hammasi toza dizaynlar o'zi. Chiqqanna 10 gün 20 gün bo'lgan gilamlarimiz. Yebellari cho'kma, sifati zo'r, qalin bo'ladi, yonboshida ko'rsagan bo'ladi. Bularni baholarini ham aytib o'tamiz. Asli kvadrati 220-210 sotish kerak bo'lgan gilamlarimiz sizlar uchun 800-200 ming so'mdan aytib qo'ydi, xudo xolasa. Dükkanımıza gelip durup bemalol bu Eronski gilamdan ham nasiya savdo orqali olsanglar bo'ladi. Baholarni hisoblab beraman. Enini 3, uzunluğu 5 metr, 15 kvadrat, 200 ming so'mdan hisoblaysizlar. G'olimizni tan narxi kelib chiqadi 3 million so'm shu durisi. Halang naq pul oling, dükkanımıza gelib, yo'q uka, oylikda beraveraman, bilim menga tabarad deylar uchun 250 ming so'mni oy-moy bo'lib to'lasanglar bo'ladi. Buni boshqacha dizaynlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Qaranglar, dalallara, zallara dımzor yaraştıradan gilam. Cetlerine meni börtme buladı, sifatlar zor. Ortasına qaranglar, pepinli svet, kofe svet hazırki günde hammaya maqul turgan gilamlarimizdan biri. Bu g'olimizdan duruşuna geladigan bo'lsak 3 million so'm ishi duruşu. Dükkanımıza gelasizlar 250 ming so'mdan 12 oy bo'lib tura olsanglar bo'ladi. Bu gilamlarimizni 2 etaj, 3 etaj joylar ham döşab beramiz. Metrajlar ham bor, eni 80 dan tutib 2,5 gacha bo'ladi, xudo xolasa. Emanda 3-chi xil sveti. Buna görgənlərinizdən dəvərəkiyinə seri bo'ladi, ortasından seri bo'ladi. Bu gilamlarimizdan sifati zo'r, bemalol yuvib siqib ishlataverasiz. Bu g'olimizni tan narxlari 200 ming so'm kvadratı, ishi duruşu 3 million so'm bo'ladi. Gelasizlardan manam oy-moy bo'lib to'lasanglar bo'ladi. Oylik to'lov 250 ming so'mdan. Sirazi ishlaringizni bitirib beraveramiz. Keyin bunda premium kassodagi gilamlarimizdan ham bor. Buna bir güllerine qaranglar. Güller ham dip-tiniq bo'ladi, qalınlıqlar ham qalin. Sifatlari zo'r. Bemalol yuvib siqib ishlataverasizlar, xudo xolasa. Bularning har bir kvadratı 300 ming so'mdan bo'ladi. Bularni ham kelib turib, bemalol nasiya savdo orqali olib ketaverasizlar. Bularning ham har xil gullari bor. Videoni o'tirib bermayman, bir ko'rib tursanglar, sizlar ham bahasi budjetli raklarından ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Обязательно like basinglar, kanala abuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa. Har gün video joylab boraveramiz bundan ba'g'ina. Masalan, birlik g'ollarimiz ham bor. Ularning baholarini ko'p chegirmatib ko'pmiz. Baholarini arzon bahada ko'pmiz. Undan ham kelib turib, 3 oy, 4 oy, 5 oy qarzini olsanglar ham bo'laveradi. G'ollarimiz hammasi sifati zo'r gilamlar. Bu arzonlarni o'tamiz yana. Qaranglar. Enine 3, uzunluğuna 5 metrlik gilam. Kvadratı 50 ming so'm. Saçaklı, qo'rsalı g'oli kvadratı 50 ming so'mdan nerede bu? Gelasizlar, sırası ishlaysizni bitirib beramiz. 12 oy nasiya savdo olsanglar ham bo'laveradi, xudo xolasa. Sifatlari zo'r. Hammasi konkret gilamlarimiz bo'ladi. 750 ming so'm ishi duruşu. Buni ham 50 mi 60 ming so'mdan 12 oy qarzini olsanglar ham bo'laveradi. Bunda mavi svetlaridan ham bor. Qaranglar. Sifatlari zo'r, bemalol yuvib siqib ishlataverasizlar. 1 kvadrat metri 70 ming so'mdan bo'ladi. Dükkanımıza gelasizlar, manam bemalol nasiya savdo orqali xarid ketaverasizlar. Oylik to'lovlarni olib beramiz. Oylik to'lovlarni ham necha so'mdan chiqishini. Oylik to'lovga keladigan bo'lsak 87 ming so'mdan tushadi ekan. Sochaqi bo'lsa, ko'zasi bo'lsa, yana 87 ming so'mdan bo'lib to'lasanglar. В общем, zo'r, zakonli variant. Yayber.
Hemen qaranglar. Hemen dizaynlarından ham bor. Bularniki kalınlıklarından bir qator görüp o'taringlar. Prosto gilanmas, ko'zasi ham bor. 100 ming so'm bir kvadrat. İşi duruşu 1,5 million so'm pul oladi. Oylik to'lov 125 ming so'mdan. Kelasizlar, bundan bemalol nasiya savdo orqali olib ketaverasizlar. Sifatlari zo'r, bemalol yuz qilib ketaverasiz. Ham modalar ham yangi modalarda. 1 million 200 ming so'm ishi duruşu. Oylik to'lovni egaladan bo'lsak 100 ming so'm. Kelasizlar, sirazi ishlaringizni bitirib beraveramiz. Eng astoy aytganimizdan kastoasi nalari dim zo'r, dahshati. Rengi o'zgarib, musuringlar qaladan gilamlarimiz emas. Bunda bardoy qizil so'raganlar uchun qizil setlaridan ham bor, zo'rlari, dahshatlari. 1,5 million so'm oylik to'lovi 125 ming so'mdan tushadi ekan. Hozir svetini ham yoqib qizilni, qizilni boshqacharoq dizaynlari yo'qmi deganlar uchun boshqacharoq dizaynlardan ham bor. Bu g'ollarimiz ham sifati zo'r, bemalol yuz qilib ishlatarasiz. Bular dim qalini 150 ming so'm bir kvadrati. 15 kvadrat 2 million 250 ming so'm bo'ladi shu turishi. Oylik to'lovini keladigan bo'lsak 180-190 atrofida chiqadi. Men taxmin aytib turibmiz, do'konimizga kelsanglar, uyingizni razmeriga qarab ham pullarni hisoblab beraveramiz. Bu yerda ko'rganlaringizda hammasini o'zini tan narxi, ustidan foiz peyna minmaydi. Ishi g'ollarimiz 150 ming so'mdan dedik-ku bir kvadrati. 150 ming so'mni o'zini bo'lib turaverasiz. Bunda ferzakaz mo'ysetlar ham bor. Yana bu g'ollarimiz ham kvadrati 150. Koefitsiyentni ham chetdan 150 ming so'm bir kvadrati. Sochaki ko'zasi bor. Bemalol kelib turib nasiya savdo orqali olib ketaverasiz, xudo xolasa. Hemen svetlardan ham bor. Qaranglar. Svetlardan mos svet, o'rtasi molosniy, ballar ham mosh. Hammasi toza yangiliklarimiz. Videolarimiz yoqib turgan bo'lsa, bir like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa. Keyingi videolarda görüşguncha salomat olasizlar.